20. Hajarul Aswad. Kabe desek, haj desek, tunji bulup aqlimizga keladiğini Allah'a bergen ahdinamimizdir. Demek hajning sirimi dal mush yerda. Haj ibadetining g'oyasimi buningdadir. Hajarul Aswad dal mushu ahdinamiga vakillik qiladi. Hajarul Aswad bir toshdir. Hazreti İbrahim bu taşni tavab başlaganda belgi bulup qalsın degan maqsadda Kabe'ning bir bulunga o'rnatib qo'ygan edi. Aytishlar qaraganda bu taş oppoq bir taş bulup, bu rayondagi barliq taşlar qapqara magma taşlar bo'lganligi uchun bu yerdagi yaşagan xalqlarning tasavvurida Hajarul Aswad tabiatning sirtidan kelgan alohida xosligi ega tosh deb qaralgan ekan. Hatta ba'zilar uni jannatdan kelgan tosh debmi ishnatdi. Bu tushuncha balkim bir oz bo'lsa-mu, u toshning yer shariga oid emas deb qabul qilinganligidan bo'lsa kerak. Xalqning tasavvuri tushgan bir palak teshi meteorit bo'lish ehtimolligini kuchaytirib berdi. Hajarul Aswadning bu dunyoga tava emasligini qayd qilgan sabab faqat mushuli bo'lishi mumkin. Uning rayonning qiyotoshliq yer bo'lish alohidligiga aks holda oppoq bir meteorit tosh ekanligini to'g'ri deb qarasak, qandoqsiga muncha qardab ketgandu? Buning javobi bakmi qoyil qilarlik edi. Mushriklar butlar uchun qilgan qurbonliklarining qenini barkat maqsadi bilan bu toshga surti verib, mushunda qapqar qilib qo'ygan ekan. Rasululloh toshni vado hajida so'ygan edi. Ibn Huzaymaning Ibn Umarning naql qilgan rivoyat mundaq edi. Rasululloh vado hajida avval toshga salom berdi. Ondan lavlarini toshga yoqdi. Uzun yosh to'kdi. Uning bu qilg'ini Hajarul Aswadning Hazreti İbrahim'dan keyin qolgan bir qancha xotirlarning birinchisi bo'lganligidan bo'lishimi ehtimoldir. Ömer raziyallohu anhu Rasulullahning bu qilganlarini qilmoqchi bo'lgan holda bir haj vaqtida Hajarul Aswadni so'ydi va mundaq deydi: "Shuni obdan bilamanki, sen faqat bir toshsan, ya ziyon sololmaysan veya payda keltirolmaysan. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning seni so'yganligini ko'rmaganimda Alloh bilan qasamki, asla seni so'ymas edim." Kabe İbrahim alayhisalomning Allohga do'stligini isbotlagan bir payg'ambarligidan kunimizgacha yetib kelgan asli Kabe xotirasi bo'lgan Hajarul Aswadni so'yish, ya'ni bir ma'noda Baytullohni bino qilgan qo'lg'i so'yish demakdir. Bu Rasululloh uchun mushundoq edi. Bizlar uchun buning ma'nosi texmi boshqacha. U bo'lsa-mu Hajarul Aswad bilan uchrashgan har eg'iz bir ma'noda Rasulullohning lavlarining qoldirgan izini izlaganlikdir. Öz lavlarini suyumlik payg'ambarimizning qutlug' lav izi bilan uchrashtirib, söz bilan ifodalab bo'lg'ilib bo'lmaydigan xo'shallikqa cho'milish demakdir. Hajarul Aswad Kabe'ning bulunga o'rlashtirilgan ko'p qutupluq oshiqning bir kamerasidir. Bu kamera faqatla badanlarning harakatini emas, yuraklarni va zehnlarni kuzatib xotir qoldirmoqda, xotirlamoqdadir. Chunki eg'izlar etilib, qo'l va put shahidlik qiladigan adolat kunida mahsharda raptiz qilish uchun Allohning İbrahim alayhisalom vositasi bilan qilingan chaqiriqqa ovoz qo'shgan yuraklar bilan shahidlik qilganlikdir. Rasulullohning Hajarul Aswadga qilgan muomalasi bilan bir jahiliyat insonining o'zining yolg'on ilohiga qilgan muomalasi o'ttirsida ham son va sifat jihatdan osmon bilan yerchi farq bordir. Payg'ambarning Hajarul Aswadga tutgan muomalasi narsalarni jonliq aslat saqlash iqtidori bor bo'lgan maxluq qatorida ko'rish harakatining bir parchasidir.
Payg'ambar alayhissalomning Uhud uchun Uhud bizni yaxshi ko'rdi. Bizmi Uhudni yaxshi ko'ramiz. Buxoriy rivoyati. Deyishi uning ashyoga bo'lgan tonish va bilishning odatdan tashqari ekanligining bir misolidir. Yana rivoyatlardan bilalaymiz-ki, u bir taqqa chiqqanida tog' shohid bo'lsin degan maqsadda 2 rakat shahodat namozi qilatdi. Bir kuni yomg'ir yoqqanda kiyimlarini yomg'irga yoyg'inida nima ish qilganligini so'rgan sahobalarga bergan javobimi u jihatdan bakmo ma'noliq edi. Uning Alloh bilan bo'lgan ahdnomasi bizninkidan texmo bak kuchga ega. Abu Davud. Alloh bilan ahdlashmak. Hajarul Asvad dal mushu ahdnomiga misol bo'ladi. İnsan Allah'a bergen pitri ahdnomasiga xiloflik qilgan va Allohning ahdnomini yangilash chaqiriqini bir fursat bilib, kepanlikini ustiga ortib, beshi ochiq, yalan oyoq huzuriga kelgan. Oldi bilan erponini, ondan keyin ingini yengilgan. Yana texi dushmaniga jang e'lon qilib, Allohga bo'lgan taslimiyetini hujjatlar bilan isbotlagan edi. Hozir bo'lsa Allohning uyiga, ya'ni hurlik va aminlik yurtiga kelib, Alloh bilan yangidan ahdnomi tuzishmakdadir. Tavobga o'xshash bir oshiq cho'rgilishi asnosida amalga oshgan bu ahdnomiga yurak imzo qo'ygan bo'ladi. Balki tavobmi? Bu imzoning dal o'zidir. Mushundaq bir ulug' ahdlashmadan keyin Sura Baqaraning 125-oyatida kishilarga maqomi namozgoh qilinglar. Ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Oyatning bir taraflimilik yeshimiga asoslanib, Hazrati Ibrohimning palampay teshi deb bilingan xotirining oldida 2 rakat namoz qilish uchun nurg'unlagan insonlarga arziyat yetkazish, Allah bilan yangi ahdnomi tuzishgan bir mu'minga hech yarashmaydigan ishdir. Bu o'zining nafli ibodati uchun boshqalarning farzini pido qilgan xato bir harakatdir.